25 bob. İbrahim Keturah ismli yana bir ayolni kichik xotinlikqa oldi. U İbrahimga Zimron, Yo'qshan, Medan, Mediyan, Ishbak va Shuaqdan iborat 6 o'g'il tug'ib berdi. Yo'qshan Shiba bilan Dadonning otasi bo'ldi. Dadonning avlodlari Ashurim, Latushim va Laummim xalqlari bo'ldi. Mediyanning o'g'illari Afa, Afar, Hanuh, Abidah va Eldalar edi. Yuqoridagilarning hammasi Keturahdan dunyoga kelgan avlodlar edi. İbrahim bütün mol-mulklarini İshaqqa otib edi. Lekin u o'zi hayot vaqtida ikki kichik xotindan bo'lgan o'g'illarga sovg'atlarni berib, ondan bu o'g'illarni İshaqdan yiroq tutsin deb sharqi zaminga avatdi. İbrahim uzun ömür ko'rib, 175 yoshida ajdodlarining qishig'i ketdi. Uning o'g'illari Ishaq bilan Ismoil uni Maqpela yesidagi o'nkirga dafn qildi. Bu o'nkir Mamre degan yerga yaqin bo'lib, burun Xit qabilasidan bo'lgan Soxarning o'g'li Afronning etizligi edi. İbrahim Xitlardan setib olgan etizlik dal shu edi. İbrahimning ayoli Soramu mushu yerga dafn qilingan edi. İbrahim vafot bo'lgandan keyin Xudo uning o'g'li Ishaqqa baxt ato qildi. Ishaq shu vaqtda Bir Layroy deb atalgan quduqning yendiki joyda turib atadi. Soraning dediki Misrlik Hajar İbrahimga tug'ib bergan Ismoilning avlodlari tuvandikicha. Oldi bilan tunji o'g'li Nebayot, ondan keyin qolgan o'g'illari Kadar, Adbahal, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tama, Yatur, Nafish va Qadama tug'ildi. Ular 12 qabilning boshlig'i bo'lib, ular yashagan yeza va qishloqlar ularning ismlari bilan ataldi. Ismoil 137 yoshida ajdodlarining qishig'i ketdi. Uning avlodlari o'rtoqlashgan joy Havilah rayonidan Shur degan yerga qadar edi. Shur Misrning sharqiy tarafida bo'lib, Asurga boradigan yo'lda edi. Ular İbrahimning boshqa avlodlari bilan chiqisha olmadi. İbrahimning o'g'li Ishoqning ish izlari tuvandikicha. Ishoq 40 yoshida Ribaqaga o'ylandi. Ribaqa bo'lsa, Paddan Aramning Aran degan yeridan bo'lgan Betuelning qizi va Labanning singlisi edi. Ribaqa farzand ko'miganligi sababidan Ishoq uning uchun Parvardigorga duo qildi. Parvardigor uning duosini qabul qilib, Ribaqa homildor bo'ldi. Baliq qo'shkezak bo'lib, ular tug'ilishdan ilgari onasining qo'shig'ida qattiq so'qishdi. Ribaqa, "Menga nima bo'lg'ini?" deb Parvardigordan so'radi. Parvardigor uningga mundaq javob berdi: "Sening qo'shig'ingdan ikki xalq chiqadi. Tug'ilibla ayrim bo'ladi. Biri yana biridan kuchlik bo'lib, cho'ngi kichigiga xizmat qiladi." Uning oy kuni to'shib, qo'sh kezak tug'di. Avval tug'ilgani qizg'ish bo'lib, bütün badani hayvonnikidek tüklük edi. Şuna uning ismini Asav, tüklük deb qo'ydi. Keyin tug'ilganining qo'li Asavning tapınini ching tutib olganligi uchun ismini Yaqub, tapiniga eslib olguvchi deb qo'ydi. Ular tug'ilganda Ishaq 60 yoshga kirgan edi. Ikki bola cho'ng bo'ldi. Asav usta ovchi bo'lib, dalada yurishni yaxshi ko'radi. Lekin inisi Yaqub jimjit yuradigan odam bo'lib, hamisha uyda turadi. Ishaq Asavni yaxshi ko'radi. Chunki u Asav o'lab kelgan ov go'shtiga omroq edi. Ribaqa bo'lsa Yaqubni yaxshi ko'radi.
Bir kuni Yaqub qizil purchaq sho'rpasini qaynatyotdi. Ovdan ichiqab qaytib kelgan Asav Yaqubqa: "Qo'sig'im bak ichib ketdi. Qizil purchaq sho'rpasini tezak bersangchu" dedi. Shu sababdan u Idom, qizil deb ataldi. Yaqub uningga: "Tunji o'g'illik miros huquqingni menga o'tinsang, sana bu sho'rpadan beray" deb javob qaytardi. Bo'ldi. Qo'sig'im ichib o'lay deb qoldim. Tunji o'g'illik miros huquqining menga nima keragi? dedi Asav. Yaqub uningga: "Sen avval mening oldimda tunji o'g'illik miros huquqingni menga o'tinganligingga qasam qilib dedi. Asav qasam qilib, tunji o'g'illik miros huquqini Yaqubga o'tinib berdi. Ondan Yaqub uningga non bilan purchaq sho'rpasini berdi. Asav g'izolangandan keyin o'rnidan turib chiqib ketdi. Bu uning tunji o'g'illik miros huquqiga e'tiborsiz qarg'onligidandir.